Welcome back to New Concept English Book 1. Today is Saturday, August 31st, 2019. Now let's dive right into our lesson for today. Our lesson today is lesson 57, and the topic of today's lesson is an unusual day. As usual, we'll start with the new words and expressions. So please read after me, okay? Number 1, tonight. Tonight. Number 2, o'clock. O'clock. Number 3, by. By. Number 4, foot. Foot. Number 5, shop. Shop. Number 6, moment. Moment. Number 7, play. Play. Number 8, interesting. Interesting. Number 9, unusual. Unusual. Xo'sh, yuqoriqlar so'zlarning o'qilish ahvoli. Endi biz so'zlarning ma'nolari bilan tanishib chiqsak tez bir qadam. Number 1, tonight degan bugun kecha degan gap. Okay? Kechani o'rgandik savoldoshlar. Kechani nima deydik? Night deydik. Bugun kechani nima deydi ekanmiz? Tonight deydi ekanmiz. Number 2, o'clock. Masalan, soat manchadagi soat. Okay? Masalan, soat 7 degan nima deymiz? 7 o'clock deymiz. Albatta, Uyg'urchada biz soat deb bilib, anamnikini 7 deydi ekanmiz. Inglizchada-chu 7 deb bilib, anamnikini soat deb bundoqqa deydi. Okay? 7 o'clock deb. Biz Uyg'urchada qandaq soat 7 deymiz. Alınışıb qaldı deməkçi o tərtibi, Uyg'urcha va inglizchaniki. Bu ikki tilniki ifodalash odatidagi gapmi bu? Qaysi tilning qaysi tildan yuqori o'rinda turadiganligidan darak bermaydi. Okay? Number 3, by. Bu orqali degan gap. Masalan, avtobus orqali. Masalan, men maktabga avtobus orqali borman. I go to school by bus. Okay? Avtobus orqali orqali. Biz Uyg'urchada unda orqali deb ketmaymiz odatda. Avtobus bilan borma deymizmi yoki avtobusga o'tirib borma deymizmi? Demakchi, shu so'z shu. Shuni tushunsangiz, okay? Endi orqali deb elishimizdagi sabab tushunishliroq bo'lsin demakchi, avtobus orqali by bus, okay? Number 4, foot. Foot degan qisqalama bo'ldi. O'qilishiga diqqat qilaylik. So'zmaymiz, food deb so'zmaymiz. Qisqalama foot deb nima bo'ldi? Foot odamning puti bor, okay? Masalan, men maktabga piyoda bormaydiganni I go to school on foot deb bunday ifodalaymiz. On foot deb. Ya'ni putimning ustida deb. Ma'lum, on foot deb desak, masalan, okay, putni bunday qilib bir yoki ko'plik deb bunday araydigan ish yo'qmi inglizchada desangiz, agar o'ylayotgan bo'lsangiz, to'liq yaxshi o'ylaгаningiz bu. Albatta o'ylash yaxshi ish. Masalan, birlik ism qanday bo'ldi, ko'pligi qanday bo'ldi? Okay, birlik ismning keyiniga asni qo'shib qo'ysak, ko'plik ism yasag'il bo'ladi. Shuningga to'g'ri kelamdi, masalan, putlar deb masalan, footning keyiniga asni qo'shib foot deb bunday alamdoq deb o'ylab qolgan bo'lsangiz, hargiz unday emas-ku. Putlarni, ya'ni birdan ortiq putni, albatta odamda 2 put bo'ladi-ku. Feet deymiz. Bu joqda F E E T bo'ladi. Ya'ni 2 put. Okay? Yani bir jup put qo'y. Putlar deganni feet deymiz. Birdan ortiq bo'lgandikilar. Okay? Ko'plik bo'lsin demakchi u. Feet deymiz. F E E T. Hargiz mana footning keyiniga asni qo'shib foot demaymiz-mi? Okay? Demakchi I go to school on foot deyotganmiz. Men maktabga piyoda borman degan. Ya'ni putimning ustida borman deyotganmiz, okay? Bu yerda birlik ismni ishlatadi-mi? Hargiz ko'plik ism feet ni ishlatmaydi demakchi. I go to school on feet demaydi, I go to school on foot deydi. Bir tushuntirayotgan o'sha aniq bo'lsin deb, Ma'lum bu odam 2 putning ustida boradigan to's maktabga nima ish qilib, 1 putning ustida deb on foot deb lamoqi, 1 put degandiki footni ishlatadi deb o'ylayotgan bo'lsangiz, bunda o'ylasangiz, inglizchada shunchalik zig'irlaydiki, masalan, o'zingizdan piyoda mangan holatinizni o'ylasangiz, 1 putingiz ko'tarilib, 1 putingiz tushib, yana 1 putingiz tushib, yana 1 putingiz ko'tarilib, bunday mangsiz-ku. Demakchi, mangan vaqtingiz, o'zingizdan piyoda mangan vaqtingiz. Aman
muallaqda ya'ni havoda 1 fut, havoda 1 fut, yerda 1 fut holatda mangsiz demakchi. Ikki futingiz tang dasta o'chog'ida sakragan bo'lib qolasiz. Tushunishliku? Ha. Shuning uchun malqi 1 futning ustida mangan degan holatni shakllantirib, qandaq shu vajidan on foot deb bunda oladi demakchi inglizchada. Ya'ni 1 futni ishlatib. Men piyoda maktab ko'rman degan joyda masalan piyoda deganni on foot deb ifodalaydi, yana hargizmi on feet deb futninki ko'pligi yana 2 fut qartilgan feetni ishlatmaydi deganning sababini tushundingizmi? Okay? Bu bir qisqacha nima? Qisqacha bir bilim endi. Bilib olishga tegishli. Inglizchada mushundaq zig'irlaydi endi. Number 5 shop. Shop degan do'kon, magazin degan gap. Number 6 moment. Bu masalan shu tapda deb qo'yamiz bu inglizchada, uyg'urchada biz. Shu tapda u munda qilyapti deb. Shu yerdagi shu tapdagi tap masalan paid degandek ashta bir so'z bu moment degan. Okay? Daqiqa degan ma'nosi bor. Okay? Moment. Number 7 play. Play degan o'ynash degan gap. Masalan play in the garden bo'lsa, bog'da o'ynash bo'ladi. Play in the house bo'lsa, uyda o'ynash bo'ladi. Okay? Play o'ynash. Number 8 interesting. Bu so'zni ba'zi odamlar interesting deb o'qiydi, ba'zilar interesting deb o'qiydi. Hech qanday masala yo'q. Qanday o'qisangiz bo'ldi. Ba'zilar interesting o'qinib qolgan, ba'zilar interesting o'qinib qolgan. Bu bir ko'nish masalasi, okay? Ikkisining birisi bo'laverdi. Qiziqarliq degan gap. Amaliyotda buni o'rganib bo'lgan so'z. Okay? Bunda aslasangiz, qiziqarliq. Bugungi darsimizda takrorlash maqsadida endi bir qatim aytib qo'ydik so'zliklar qatoriga. Yangi so'zliklar qatoriga. Okay? Number 9 unusual. Unusual degan boshqacha, g'ayri degan gap. Masalan, odatga o'xshamaydigan deganda shu. Buning aksi nima bo'ladi? Usual bo'ldi. Oldidagi shu un degan ikki harfni tashlashsa qanda usual degani odatdagi bo'ladi. Odatdagi, masalan, normaldagi demakchi u. Ammo u oldiga un qo'shilib unusual bo'lib ketsa nima bo'ldi? Unusual bo'lib ketsa nima bo'ldi? Odatga o'xshamaydigan, boshqacha, g'ayri degan ma'nosi bor. Okay? Bunda esa mushkatlarni deb bo'lib biz darhol mana darsimizning temasiga, mavzusiga bir qarab olsak, an unusual day degan tema ekan bu. Unusual hozir biz dedik. G'ayri deb yoki boshqacha deb yoki odatga o'xshamaydigan, day degan kun, ya'ni odatga o'xshamaydigan bir kun yoki boshqacha bir kun yoki g'ayri bir kun degan gap ekan bu. Okay? An degan albatta masalan o'ziga agishib kelgan so'zningki birinchi harfi so'ziq tovush harfi bo'lsa, bir deganga biz anni ishlatamiz degandik. Buni bilasiz, xuddi an apple degandeklam. Okay? An unusual day ninki oldiga demakchi beshidagi anninki xuddi ga o'xshashlan bir ekanligini bilasiz-ku, faqatla hozir degandek o'ziga agishib kelgan so'zningki birinchi harfi so'ziq tovush harfi bo'lg'ashqa an deb qo'yadi. Okay? Bo'lmasa deb keladi demakchi. Okay? Ya'ni bir g'ayri kun degan gap. Uzun gapning qisqasi darsimizning temasi. Xo'sh, unda so'zliklar, shu so'zliklar, o'qilish ahvoli, ma'nolari hozir degandek emas biz qandaq dialog emas, tekst bumi. Tekstni o'rganamiz hozir. Tekstni o'rganishdan burun albatta biz nimani men javobini yozib qo'yib kechiraman. Men javobini o'chirib o'tishim kerak. Chunki maktab 5 yildan javobni bilib olsangiz tekstni o'rgangandan foydasi yo'q-ku. Demakchi biz javob berishga tegishli savolni bir ko'rib o'tirgan bo'lgandik. Ya'ni tekst o'rganishning maqsadi shu savolga javob berish bu. Okay? Bu savolda nima deydi qarang, What is Mr. Sawyer doing tonight? Sawyer apandi bugun oqshom nima ish qilyapti degan gap bu. Yoki bugun kech nima ish qilyapti degan gapdan bu. Tushunishliku bu jumla is BPL doing degan fe'lning keyiniga ing qo'shilgan, demakchi BPL bilan fe'lning keyiniga ing qo'shilgan ma'vu qilib kelsa yoki ma'vu jumla shaklida kelsa bir jumla nima degan to'q qaysi zamon degan to'q yodingizda bor. Hozirgi davomlashayotgan zamon degan to'q. Ya'ni shu gapni qilayotgan vaqtimizda yuz berayotgan ishlarni shunday ifodalaydi hozirgi davomlashayotgan zamon bilan. Okay? Ya'ni Sawyer apandi bugun oqshom nima ish qilyapti degan gap bu. Bugun kecha nima ish qilyapti. Okay? Ya'ni bugun kecha
shu topda nima ish qilyapsiz deb bo'layotgan bir ish harakatini so'rayapsiz-ku, nima ish qilyapsizligini. Okay? Buni tushunishingizni umid qilaman demoqchi-ku, mana bu jumla shaklini, hozirda davomlashayotgan zaman. Unda olsa, mushu savolni esimiz tutib, qandaq, mushunga javob topishni maqsad qilib, biz hozir tekstni o'rganamiz. Qarang, lesson 57, an unusual day. Bunda başladı qarang, tekst bunda başlandı. It is 8 o'clock. Mana agish o'qiyapsiz ku, ha? It is 8 o'clock. The children go to school by car every day. The children go to school by car every day. But today they are going to school on foot. But today they are going to school on foot. It is 10 o'clock. It is 10 o'clock. Mrs. Sawyer usually stays at home in the morning. Mrs. Sawyer usually stays at home in the morning. But this morning she is going to the shops. But this morning she is going to the shops. Okay? It is 4 o'clock. It is 4 o'clock. In the afternoon, Mrs. Sawyer usually drinks tea in the living room. Yana bir qatima. In the afternoon, Mrs. Sawyer usually drinks tea in the living room. But this afternoon, she is drinking tea in the garden. But this afternoon, she is drinking tea in the garden. It is 6 o'clock. It is 6 o'clock. In the evening, the children usually do their homework. In the evening, the children usually do their homework. But this evening, they are not doing their homework. But this evening, but this evening, they are not doing their homework. At the moment, they are playing in the garden. At the moment, they are playing in the garden. It is 9 o'clock. It is 9 o'clock. Mr. Sawyer usually reads his newspaper at night. Mr. Sawyer usually reads his newspaper at night. But he is not reading his newspaper tonight. But he is not reading his newspaper tonight. At the moment, he is reading an interesting book.
moment he is reading an interesting book. Okay? O'qilish ahvoli shundoq tekstniki endi biz ma'nosini tushunib olsak jumla qarang. It is 8 o'clock. U bo'lsa soat 8 degan gap ekan. Uyg'urchasida demdiq biz soat 8 bo'ldi deganni hargiz unda demaymiz. U soat 8 bo'ldi demaymiz. Demakchi soat 8 bo'ldi ham deymiz demakchi-ku. Okay? Inglizchada lekin it is deb oladi. Ya'ni bu yerdagi it soat qartilgan. Ya'ni soat 8 yoki soat 8 bo'ldi deganni inglizchada mushta ifodalaydi. It is deb. U bo'lsa deb. Lekin buni Uyg'urchada hargizmi u bo'lsa soat 8 bo'libdi yoki soat 8 bo'ldi demaymiz. Chunki Uyg'urchada gap yo'q. Uyg'urchada biz soat 8 bo'ldi deymiz tugidi. Lekin inglizchada mushta ifodalaydi. Shuni cho'qim bilib olish kerak. Ya'ni o'lik yodlaymiz ham demakchi. Mushta narsalarni. Inglizchaga xos bo'lgan narsalarni faqat ingliz tilininki o'zining ifodalash odatiga xoslam bo'lgan taraflarini til o'rganishdiki o'lik yodlamay bo'lmaydi. Soat 8 bo'ldi deganni it is 8 o'clock der ekanmiz. U bo'lsa 8 soat yoki soat 8 Uyg'urcha ifodalash odati bo'yicha desak. Okay? Gibi tushunishlik-ku. Bu ahvolda havo rayini ifodalagandimi bordi. Masalan, yomg'ir yig'yapti deganni biz inglizcha nima deydik? It is raining deydik. Ya'ni u bo'lsa yomg'ir yig'yapti deb. Bu yerga uni nima deymiz biz? Havo rayi yoki havo deb olamiz degan-ku. Ya'ni havo rayi yomg'ir yig'yapti desak xato emas-ku. Shunga o'xshash. Masalan, havo rayini ifodalaganda it is deb ifodalaganga o'xshash yoki masalan qishda qor yog'di deganni deydik. It snows in the winter yoki it snows in winter. Bu yerda yana it deb u qor yog'di qishda deb alatdiq inglizchada. Yodingizda bor o'tgangi darsda. Demakchi havo rayini ifodalaganda shunday u deb it deb turib oldik-miz. Bu yerdagi it deganimiz shu havo rayi deb tarjima qilsak ham bo'ladi. Ammo yerki mayadagi it shu soat qartilgan shunga soat deb olsaqli bo'laverdi bu. Okay? U deb olganning o'rnida demakchi. Ya'ni soat bo'lsa 8 bo'ldi deb olsaq bo'ladi demakchi. Tushunishlik-ku. Ya'ni havo rayiga it deb ishlatirganmiz, uni havo rayi deb tarjima qilsak bo'ldi ekan. Soatni bayon qilganda it deb ishlatirganmiz, bu yerdagi itni u deb devolmay soat deb olsaq bo'ldi ekan deb tushunsangiz bo'ladi demakchi. Okay? Xo'sh, soat 8 bo'libdi. Okay? Demakchi, mana jumlaning ma'nosi soat 8 bo'ldi. The children go to school by car every day. Qarang, jumla nihoyat tushunishli jumla siz bilasiz. Bolalar, the children degan shu bolalar degan gap bu. Go to school. Bordi maktabga. By car mashina orqali, ya'ni kichik mashina qo'y car degani, mashina orqali. Every day, kunda. Ya'ni har kuni degan gap bu. Ya'ni bir qadam dajib turib kayningizga qarasangiz bu jumlaga. Bolalar bordi maktabga mashina bilan har kuni degan gap ekan. Bolalar bordi maktabga mashina bilan har kuni. Biz Uyg'urchada bolalar har kuni mashina bilan maktabga bordi deb munda deydi. Bordini biz eng oxirida deydi. Bu inglizcha qanday va g'ayri til desangiz, endi so'zlab kelsak, mushu Uyg'ur tili bilan ingliz tilini mishada bir selishtirib olsak, mushu ifodalash odati jihatda. İngiliz tilida varg'u qarang. Iga boshda keladi albatta, jumlaning igasi eng boshida keladi. Igaga agishdi nima xabar keldi. Uyg'urcha o'xshamaydigan yeri shu. Biz xabarni jumlaning eng oxiriga olib qo'yamiz. Masalan, bolalar har kuni mashina bilan maktabga bordi deb, bordini eng oxiriga olib qo'yamiz. Inglizchada naq aksi, ya'ni naq aksi degani endi eng oxiriga olib qo'ymaydi. Aldırdı divaldı. Yani iginin kayındılam divaldı. Yani balalar bardu divaldı. Anamdan keyin qarana the children go. Shunday qilib balalar bardu deb barduni yani xabarni iginin kayniga ishlatyapti. Okay? Nega bordi? Maktabga. Nima bilan? Mashina bilan ma jumlaga qarasangiz demakchi. Inglizcha ma jumlaga the children go to school by car every day degan jumla qarasangiz, shuni men tahlil qilib beryapman demakchi-ku. Balalar bordi maktabga mashina bilan har kuni edi. Inglizcha naq shunday til. Ya'ni igisi
ga agishibli xabar keladi. Xabardan keyin undan to'ldiruvchi, aniqlovchi holat degan narsalar keladi. Albatta, bunda desam 5-10 qiyib ketmişim bu grammatikaga eng o'shtimman. İga xabar to'ldiruvchi, yana bir holat, aniqlovchi degan narsalar faqat xo'sham yo'q desangiz, hech qisi yo'q, chatoq yo'q. Faqatla vazifangiz sizningki igi bilan xabarni bilib olsangizdan bo'ldi. Igisi nima? Bolalar. Albatta tushunishlik bu bir oddiy buni tushunish. Jumlaning igisi bolalar. Demakchi, shu jumlada jumlaga ega bo'layotgan, ya'ni kim tarafidan qilinayotdi bu ish, ya'ni bu jumlaning egisi kim? Bolalar bu. Hukmron o'rin turgan narsa bolalar bu jumladagi. Nima ish qiladi? Bardo deydi. Demakchi, ega anandan keyin xabar, ya'ni ish harakatini bildiradigan so'z, uning kayniga agishgandan qag'allari keldi, ya'ni maktabga mashina bilan har kuni degan so'zlar. Bugun tushunishli uzun gapning qisqasi, buni xulosalasam, ingliz tilining ifodalash odati igi boshda keladi, jumlaning eng boshida keladi, igiga agishib xabar keladi. Qanday qolgan narsalar aldirmay tizilib keldi. Hozircha mushunchalik tushunib tursangiz, ingliz degan mundaq tilkanda degan narsani mushunchalik tushunib olsangiz, yetib oshadi hozircha. Bağa ansır anlamdaki texmi içilip gitsiz. İngiliz tilining ifodalash odati jihatda. Demak, ingliz tilining ifodalash odatini bilib tursangiz, qanday bu tilni o'rganish degan oson bo'lib ketadi. Tushunishlik-ku? Okay, o'zimizning gapga qaytib kelsak, bolalar bordi maktabga mashina bilan har kuni. Bo'sqa mushu qilib so'zlaydigan bo'lib ketsangiz, tex yaxshi uyg'urchimi? Albatta. Bu qilib so'zlab uyg'urchangiz buzilib ketmaydi, lekin inglizcha ko'nisiz mushu orqali demakchi-ku. Yani bolalar cümlenin ikisi okey. Bardo okey xabari albatta qildigan ishi shu. Xabar, ya'ni fe'l bilan ifodalandi. Okey, bolalar bardo. Nega maktabga? Nim bilan, mashina bilan. Qachon? Har kuni. Okey, tushundim. Ham meni qo'ldiga, xo'sh. But today, lekin bugun dedi. They are going to school on foot. Ular beryapti maktabga yoki mengatidi maktabga piyoda degan gap bu yoki ketyapti maktabga piyoda on foot. Tushunishlik-ku? Okay. Undan so'ng bu mush bo'lakni, ya'ni mush it's 8 o'clock deb anakan the children go to school by car every day anakan but today they're going to school on foot degan ma'vo bo'lakni bir tahlil qilib olsak, soat 8 bo'ldi deb bolalar har kuni mashina bilan maktabga bordi yoki boradi. Lekin bugun ular piyoda maktabga ketyapti degan gap ekan. Bunda bir o'ylamasak, hozirgi oddiy zamon bilan hozirgi davomlashayotgan zamonni farqlantirayotganlar yoki selishtirib bilan da'vat qilgan gaplar ekan. Odatda shunday qilib, bunda qildi. Lekin bugun bunda qilyapti deb gapni tushundingizmi? Naq shunday. Bugungi darsimiz amaliyotda oldida o'rgangan darslarning xulosasi. Ya'ni yaqindan yaqin biz o'rganib kelayotgan shu hozirgi oddiy zamon degan narsa bilan biz yaqinda o'rgangan hozirgi davomlashayotgan zamonni qanday selishtirayotgan bir dars. Odatda bunda qiladi. Bu odat xarakterli ish. Kunda qiladigan ish yoki. Lekin bugun bunda qilyapti deb. Okay? Hozirgi oddiy zamon nima deb tushuntirgandim men? Adet xarakterli o'y fikrlarni ifodalaydi yoki ish harakatlarini ifodalaydi. Kundalik odatga aylangan ish harakatlarini ifodalaydi degan. Hozirgi davomlashayotgan zamonning shu topda bo'layotgan, ya'ni mush gapni qilayotgan vaqtimizda yuz berayotgan, ya'ni davomlashayotgan ishlarni bildirdi degan. Tushunishlik-ku? Okay. Birinchi bo'lakni bilgan bo'lsangiz, keyingi bo'laklarni bilib oldingiz degan gap. Ko'pmi o'xshash, faqatda mazmuni o'xshamaydi, shakli o'xshash. Qarang, ikkinchi bo'lakka qaraylik. It's 10 o'clock. Saat 10 bo'ldi. Mrs. Sawyer usually stays at home in the morning. Nega? Sawyer xonim odatda, usually degan odatda stays at home. Qoladi uyda. In the morning, atiginisi. Ya'ni Sawyer xonim odatda atiginisi uyda qoladi degan gap. Kaynidan, but this morning she is going to the shops. Lekin bugun atigan u do'konga ketyapti yoki do'konlarga ketyapti, magazinlarga ketyapti. Gapni tushunishlik-ku? Okay, bu o'xshashlar albatta yuqorqi bo'lak deganimizdek odatda atigini bunda qiladi, lekin bugun atigan bunda qilyapti deb
hozirgi oddiy zamon bilan hozirgi davomlashayotgan zamonni selishtirayotgan bir bo'lak mana o'xshash ustidagi bo'lakka. Okay? Davomliq, ha? It is 4 o'clock. Soat 4 bo'ldi. In the afternoon, Mrs. Sawyer usually drinks tea in the living room. Qarang, ha? Tushdan keyinda Sawyer xonim odatda ichida choyni ichida mehmonxona uyining, ya'ni mehmonxona uyida degan gap bu. Ya'ni Sawyer xonim odatda mehmonxona uyida choy ichidi degan gap bu. Okay. But this afternoon, lekin bugun tushdan keyin deydi. Bugun tushdan keyin degani bu tushdan keyin deb oladi inglizchada, men deb qo'ymabdim. Ha, this afternoon degan shu bu tushdan keyin degan gap amaliyotda bugun tushdan keyin demakchi. Bu yerda bugun degan today degan gap yo'q bu. Ha, lekin this afternoon dan shunday bilsangiz bo'ldi. Bu tushdan keyin, ya'ni bugun tushdan keyin demakchi ekanda. Ustidagi bo'lakda this morning degan deb buni tushuntirmadim-ku maxsus, ha, lekin bildingiz. Bu atdigani, ya'ni bugun atdigan degan gap bu. Okay? Xo'sh, o'zimizning gapga qaytib kelsak, Mabilakning oxirida nima deydi? But this afternoon, lekin bugun tushdan keyin she is drinking tea in the garden. U ichiyotdi chayini bog'da degan gap bu. Bumi ustidagi ikki bo'lak o'xshashlar. Odatda tushdan keyinlari yoki tushdan keyin Sawyer xonim odatda mehmonxona uyida choy ichadi, lekin bugun tushdan keyin u bog'da choy ichyapti, ya'ni odatda mundaq qiladi, lekin bugun tushdan keyin mundaq qilyapti deb odatda degan odat xarakterlik o'y fikrni ifodalagan hozirgi oddiy zamon bilan mana bugun tushdan keyin mundaq qilyapti deb hozir bo'layotgan ishni bildiradigan hozirgi davomlashayotgan zamonni selishtirayotgan bir ahvolga abayqi ikki bo'lak o'xshashlar. Okay. Davomliq, ha? It's 6 o'clock. Soat 8 bo'ldi. Soat 6 bo'ldi, kechiring, ha? 6. Soat 6 bo'ldi. In the evening, kashqurunlari yoki kashqurunda, okay? Evening degan kashqurunga, the children usually do their homework. Bolalar odatda ishlaydi topshiriqlarini. But this evening, lekin bugun kashqurun, they are not doing their homework. Ular ishlamayotdi o'zlarining topshiriqlarini. At the moment, shu paytda yoki shu topda degan gap bu. They are playing in the garden. Ular o'ynayotdi bog'da. Okay? O'xshashlar yuqorqi bo'laklarga. Ya'ni odatda kashqurunlari odatda bolalar odatda mundaq qiladi, lekin bugun kashqurun ular mundaq qilmayotdi, shu topda ular mundaq qilyapti. Odatda qiladigan ishlar odatda qiladigan ishlarni bildirib ifodalaydigan hozirgi oddiy zamon bilan shu topda bo'layotgan ishlarni ifodalaydigan hozirgi davomlashayotgan zamonni selishtirayotgan ahvolmi ya? Okay. Eng oxirgi bo'lakni ko'rsak, it is 9 o'clock. Soat 9 bo'ldi. Mr. Sawyer usually reads his newspaper at night. Sawyer apandi odatda o'qiydi o'zining gazetini kechida yoki kashda. Ya'ni Sawyer apandi odatda kashda gazetini o'qiydi. But he is not reading his newspaper tonight. Lekin u o'qimayapti o'zining gazetini bugun kecha. Okay? Lekin bugun kecha u gazetini o'qimayapti deydi. At the moment, shu topda he is reading an interesting book. U o'qiyapti bir qiziqarli kitobni. Ya'ni gazet o'qimay kitob o'qiyapti. Tushunishdi-ku? Okay. Unda yana gapni eng oxirgi bir qatim qaytilsam, hozirgi oddiy zamon bilan hozirgi davomlashayotgan zamonni selishtirayotgan bir ahvol, boshqa gap yo'q. Ya'ni odatda munda vaqtda munda qiladi, lekin bugun munda vaqtda bugun ashu vaqtda, ya'ni odatdagi ashu vaqtda bugun ashu vaqtda munda qilyapti degan gap bu. Okay? Bu dialogni hozir o'quvimni agishib o'qidingiz, deppaganlarimni tushundingiz jumla shakllarini. Lekin mishada to'xtab qolmaysiz savoldoshlar, ha? Okay? Mening samimiy umid qilganim bo'lsa o'zingiz qaytadan bir ko'rib chiqing, andan keyin qaytadan necha qatim o'qib chiqing, yodlab oling, hatto
ko'chirib yoza oladigan yoki bo'lmasa yodga yoza oladigan bo'lib ketsangiz texi yaxshi. Okay? Xo'sh, shunda olsa biz haliqi savolga javob berishni unutib qolmaylik. Tekstni o'rganish orqali buni savolga javob bermoqchidik. What is Mr. Sawyer doing tonight? Sawyer apandi bugun akşam nima ish qilyapti degan gap bu. Nima deymiz? He is reading an interesting book tonight deymiz. U bo'lsa o'qiyotdi bir qiziqarli kitobni bugun kecha. Ya'ni u bugun akşam bir qiziqarli kitob o'qiyotdi degan gap bu. Ya'ni hozirgi davomlashayotgan zamonda so'ralgan savolga hozirgi davomlashayotgan zamonda javob berdik degan gap. Tushunishib qoldimi? Okay. Unda bo'lsa muborak bo'lsin. Bo'lsa misha to'xtatib qo'ymay, men degandek tekstni qayta bir necha qatim mashq qilib takrorlab chiqsangiz texi yaxshi. Okay? Ashtaqtaqli biz qanday hozir mushu lesson 57 ninki mashq darsi bo'lgan lesson 58 ni bir ko'rib o'taylik qarang. What's the time? Nima? Mavzusi. What's the time degan nima? Soat qancha bo'ldi degan gap. Bu xuddi what time is it degandeklam gap. Ya'ni ma u yanto'sizlikni sizib what's the time ning keyniga. What time is it deb yozib qo'yganning sababi ikkisi o'xshash gap. Qanday oldisangiz bo'ldi. Endi Angliyada what's the time deb raqishtirdi, Amerikada qanday what time is it deb raqishtirdi. Shuni farqi bor. Amaliyotda o'xshash bir gap. Okay? Bu bir jumla shakli, savol shakli. Hozir bunga javob berishni o'rganamiz keyingi ekranda. Anonki yana bir bilishga tegishli jumla shakli nima? They usually bir nima, but today they are business. Ya'ni ular odatda munda qiladi yoki qiladi, lekin bugun ular munda qilyapti degan jumla shakli. Ya'ni ular avvalgi tekstdagi gaplar. Ya'ni hozirgi oddiy zamon bilan hozirgi davomlashayotgan zamonni solishtirganlamish. Okay? Demak, tema shu tema bu darsningki. Temasi. Hozir men degandek ikki tema. Birisi vaqtni so'rab, unga javob beradigan, yana birisi ular yoki palonchi odatda munda qiladi, lekin bugun munda qilyapti degan jumla shaklini mashq qilish. Okay? New words and expressions barmikan, yangi so'zlar yoki so'z birikmalar barmikan? No new words today. Yay! Anondan keyin what time is it deganlar shu yuqorqi gaplar shular. Onun cevabı mesela saat neçe oldu deganning cevabı it is bizim o'clock. Okay? Yeni bir cümle şekli they usually bizim but today they're bizim. Yani ular odatda munda qiladi, lekin bugun ular munda qilyapti degan cümle. Unda biz buni qanday albatta kitobdan mashq qilamiz. Kitobdagi shu og'zaki mashq bo'lakka qarang. Lesson 58 ko'ryapsiz. What's the time? Mana bu ham mening o'zimningki tuzgan ekranimda nimani ko'rgandingiz? What's the time ning keyindan yanto'sizlikning keyindan what time is it ni ko'rgandingiz? Ishda desam bo'ladi-ku. Okay. Unda esa bu savolningki javobi nima? Ya'ni soat necha bo'ldi deganni so'rashni bilib oldingiz. What's the time yoki what time is it derkan. Javobi bundaqa. It is deb boshlaymiz bilasiz. U bo'lsa deb. Bu yerga u bo'lsa degani shu soat bo'lsa degani ku. Okay. Qarang, men bir qatim o'qiyman, men ayrish o'qiy olsangiz texi yaxshi, lekin yoki bo'lmasa men hamma o'qib bo'lgandan keyin videoni to'xtatib qo'yib, o'zingiz bir qatim o'qib chiqsangiz texi yaxshi. Okay? Qarang, birinchi soatdagi istilgan nimani ko'rsatyapti? Birni. Shunga bunda deymiz. It is 1 o'clock. Ikkinchisi it is 2 o'clock. Uchinchisi it is 3 o'clock. It is 4 o'clock. It is the amaliyotda it desak bo'ladi-ku. It is ni qisqartirib it desak bo'ladi-ku, bilasizmi? Okay. Asta qilib tezlikda qarang. It's 5 o'clock. It's 6 o'clock. It's 7 o'clock. It's 8 o'clock. It's 9 o'clock. It's 10 o'clock. It's 11 o'clock. It's 12 o'clock. Saat mancha bo'ldi deganni bilib oldingiz hozir qanday deyishni. Okay? Aniki yana bir jumla shakli they usually bir nima but today they're bizim. Ular odatda munda qiladi, lekin bugun ular munda qilyapti degan jumla shakli qarang. 13-rasmda they emas he bir odam bu kishi. He usually shaves at 7 o'clock every day.
u odatda soqol oladi soat 7da har kuni. Ya'ni u odatda har kuni soat 7da soqol oladi yoki oladi degan gap ekan. But today he qarang. Saatlar qarsangiz 13-chi rasmdagi soat 7 ekan ras. Odatda 7da soqol oladi ekan to'q. Lekin bugunning soatida qarsangiz 8 bo'lib qopti. 8. Unda bo'lsa qanday? But today he nima? Hozirgi davomlashayotgan zamonda qanday ifodalaydi u soat 8da soqolini elavati degan gapni qanday deydi? He is name's BPL. Keyin shaving keyingi ing'ni qo'shsak shaving bo'ladi. Ashta bo'lganda hozirgi davomlashayotgan zaman jasalabdi-ku. Is shaving desak, soat qanchada? At 8 o'clock. Ya'ni but today he is shaving at 8 o'clock desak to'g'ri bo'ladi. Okay? Mushu bo'yicha men qog'ozlarni deb bermay, anamkin o'zingiz mana videoni sal keyiniga yondirib, yana bir kun ko'rsangizdan tushunasiz. O'zingiz bir qatim mashq qiling, hatto bir necha qatim. Okay? Qo'shnos 15 bilan 16-chi qaraylik qarang. She usually drinks tea in the morning. U odatda ichida choyni atiganda. Okay? Ya'ni u odatda atiganda choy ichida degan gap bu. Qarang. But this morning she is drinking. Bu odatda atiganda choy ichida deganda oldidagi jumlada. Lekin bugun atiganda choy ichmay o'tibdi-da qaraganda. Qarang. 15-chi rasmdagi ma chaynak, choy chayniki. 16-chi rasmdagi ma chaynakchi qahva chaynigi. Unda bo'lsa, but this morning she is drinking coffee. Desak to'g'ri bo'ldi ekan-ku, sababini men demayman. Okay, 17-chi rasm. They usually play in the garden in the afternoon. Ular odatda o'ynaydi ichida bog'ning tushdan keyinligi degan gap. Ular odatda tushdan keyinda bog'da o'ynaydi degan gap ekan. But this afternoon they bo'lgandiki are deymiz. swimming suv cho'milyapti in the river daryoda in the river. Okay? Xo'sh. 19-20 qaraylar. I usually cook a meal in the evening. Men odatda kashda yoki kashqurunda bir tamoq etdim yoki tamoq etmayman deb. Bundan bugun kashda unda qilmayapti-da qarang. But this evening, lekin bugun kashqurunda qanday? I am reading a book. Deymiz, sababini demayman. Okay, bilib bo'ldingiz, 80 ming qatim deb bo'ldi. 21-chi rasmda we usually watch television at night. Biz odatda at night kashda unda watch television televizor ko'ramiz. But tonight, lekin bugun kash, we are listening to the stereo. Biz stereolog qo'yishni anglayapmiz degan gap bu. Okay, xo'sh. Og'zaki mashqlar shunchalik bo'lsin. Qolganini o'zingiz qiling. Endi biz nima ish qilamiz? Og'zaki mashqni o'zingizga tashlab, yozuvchi mashqlar qarab boqaylik qarang. Yozuvchi mashqlarningki written exercises'larningki A'sidan deydi qarang. A'sida complete these sentences deydi. Bu jumlalarni to'liqlanglar yoki to'ldiringlar degan gap qarang. Example deydi. He usually shaves at 7 o'clock. U odatda soqol oladi soat 7da. Lekin bugun unda emas ekanda qarang. But today, lekin bugun he bizning at 8 o'clock. Xuddi avvalgi mashqlarning o'zilam, faqat yozuvchi bo'lib qolgan yeri bor. Xo'sh, unda bo'lsa odatda bunda qiladi yoki qiladi degan gapni hozirgi oddiy zamon ifodaladi deydi. Lekin bugun o soat manchada bunda qilyapti deb hozirgi davomlashayotgan zamonda ifodalayotganmiz. Qarang. He usually shaves at 7 o'clock. But today he is shaving at 8 o'clock. Tushundingiz buni? Malan ishlab bersam bo'ldi. Okay, men ishlab beray. Ko'nglim unimida number 1 ishlab beray qarang.
She usually drinks tea in the morning. Bu odatda ichidi chayning atiginisi. Okay, u odatda atiginisi chay ichidi degan gap bu. But this morning she nima is drinking coffee bo'ldi. Okay? Number 2 bilan 3 ni o'zingiz ishlaysiz. Undan biz qanday keyingisiga o'tib ketdik. B degan mashqimiz edi. Write questions and answers following the pattern in the example. Ya'ni following degan agishish degan gap, the pattern degan shakl degan gap in the example. Misaldagi yoki ulgudagi, ya'ni ulgudagi shaklga agishib savol va javoblarni yozinglar degan gapga ma'no qarang, ha. Xo'sh, undan so'ng ulgiga nima berilganligini qarang, ha. They, mumkin every day berilibdi. Mumkin go, mumkin to school by car deb berilibdi. Bir qarorda bularga ular har kuni deb berilibdi, mumkin berish maktabga mashina bilan deb berilibdi. Okay, undan so'ng okay, bu savolni qanday tuzayotganimiz qarang. What do they usually do every day? Okay, bu tanishlik jumla. What do they usually do? Ular odatda nima ish qiladi degan gap bu. Every day kunda. Okay, ular odatda kunda nima ish qiladi? Okay, tushunishlik gap. They usually go to school by car every day. Ular odatda boradi maktabga mashina bilan har kuni. Undan so'ng ular odatda har kuni mashinali maktabga boradi degan gap ekan bu. Okay, tushunishlik. Undan so'ng today go to school on foot. On foot. Not food emas, kechiringlar. O'zim xato deyapman. Food emas, foot. Qisqalam. To school on foot. Okay. Bugun bordi yoki beryapti maktabga piyoda degan gapganda. Okay. What are they doing today? Ular bugun nima ish qilyapti degan gapgan. Okay. They are going to school on foot today. Ular beryapti maktabga yoki ketyapti maktabga piyoda bugun. Yoki ular bugun maktabga piyoda ketyapti degan gapgan. Okay. Undan so'ng berilgan shu so'zlarga asosan, so'z ya so'z birikmalariga asosan shunda savol javoblarni tuzib yetibdi. Undan so'ng agishib biz qilib shuni to'rab, albatta bo'ladi. Birinchini qilib bermay qarang. She berildi, morning berildi, anikin drink berildi, tea berildi. Ma'noda bo'lsa morning berildi, anikin drink coffee berildi. Okay, men tuzab baqa qarang. Ulgiga diqqat qilib turing. What does she usually do every morning? Deb tuzayman birinchi. Berilganiga asosan. What does she usually do in the morning? Okay, every morning. In the morning daily. What does she usually do in the morning? What does she usually do in the morning? O odatda atiginisi nima ish qiladi degan gap bu. Javob: she usually drinks tea in the morning. Okay. What is she doing this morning? Undan so'ng u bugun atiganda nima ish qilyapti deganga what is she doing this morning? Javob: she is drinking coffee this morning. Tushunishli qo'ya. Tushunmagan bo'lsangiz, sal kaynagan bo'lsangiz tushunsiz. Men yamanjiq dedim. Undan so'ng qolgan mashqlar o'zingiz qilib qoldi. Avval og'zaki mashqlar qarsangiz bu chiqdi buning javobi. Demak, odatda bunda qiladi, lekin bugun bunda qilyapti. Ya'ni hozirgi oddiy zamon bilan hozirgi davomlashayotgan zamonni selishtirib bilan qilayotgan mashqlar bu. Okay? Hozirgi oddiy zamon, hozirgi davomlashayotgan zamon. Ikki zamonning selishtirmasi bilan xolos. Xo'sh, unda bo'lsa, bugungi darsimiz mushakil bo'lsin. Endi biz at ko'rishaylik, savoldoshlarga ko'p rahmat. Inshaalloh atda ko'rishaylik. See you tomorrow.